Vinochlarimiz do'stlar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Kamerani yaqinroq olib kelingda. Bu kivinokimizni holatini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Sonini sanab beramiz qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 200 grammdan bo'lganda ham 2 kilo kichkina shoxini o'zida. Hosildorligiga e'tibor bersalaring bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha eng yuqori hosil beradigan navlarimizdan kivinoki bo'ladi. Eksport bob. Kalibrini ham yaqinroq olib qo'yingda, holatini ko'rsatib qo'ying. Mana. İlk donasi 200 gram chiqaveradigan kivinok bo'ladi. Bu nokimiz Xitoydan kelgan nok, eng yaxshi sortdan bo'ladi. Qattiq bo'ladi, eksport bob bo'ladi. Bemalol ko'chatidan ko'paytirib qo'yganmiz. Xarid qilishinglar mumkin. Bu hosildorligi yoshiga qarab mana ko'payaveradi. 8 yoshli daraxtimizda hozirgi kunda 40 kilodan 60 kilogacha hosili bor kamida. Bu hosildorligi juda yuqori bo'ladi. Kasallikka kamchalinadigan navlardan bittasi bo'ladi. Bir ko'rsatyapti ham deganiga. Mana keyingisini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana bu holatini ko'rishinglar mumkin. Kivinok o'zi hammasi shunaqa shig'il quyib oladi. Eng qattiq eksport bob navlardan bo'ladi. Buni ko'chatini biz kuzga ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqib sotib olishinglar mumkin. Noyabr oyidan to aprel oyigacha sotuvimiz davom etadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.